Bo'yi uzun qizlar уже boshqacha ko'rinadi, уже baribir status boshqachada. Qabulimga 30 yoshli ayol menga jinsiy olat yasab bering deb keldi. Birinchisiga endi o'yladim, haliginaqa ayollar bo'lsa kerak deb, bo'pti, tekshiramiz dedim, lozim topsaydim, yasab beramiz dedim. Keyin barcha tekshiruvlarni o'tkazdik. Xalq tilida DNK deydi. Xromosoma karyotipni o'tkazdik. XX tibbiyot tarafdan 200% ayol. Eshitib turing. Qomatni ko'rsang nok, uncha bo'yda tushiga kiradi. Keyin men sekin chalg'itishga boshladim. O'qildim, farzandingiz bormi desam, 5 yoshli qizcham bor edi, xo'jayinim bor edi. Xo'jayiningiz bo'lsa yashayvering desam, menga xo'jayinim yo'qmay qoldi. Jinsiy holatni nima qilasiz? Men bitta qiz bilan tanishganman, o'shanga uylanishim kerak. U sizni ayol kishiligingizni biladimi desam, yo'q dedi, men u bilan erkak profilda gaplashganman. Menga jinsiy holat yasab bersangiz, men o'shani olaman dedi. Bu qiz tayyor dedi. Keyin men sekin aylantirishni boshladim. Endi bu operatsiya dedim, og'ir operatsiya, qimmat, $20,000 turadi desam, cho'ntagida $20,000 shunday chiqarib qo'ydi, mana pul dedi. Qiling operatsiyani. Bo'ldi, gap yo'q dedim. Men ustozlarim bilan birga maslahat qilaydim, operatsiya sal murakkabroq dedim, birga chaqirib hamkorlikda qilamiz dedim. Javob berib yubordim, ketdim. Keyin eshitdim. Tanish domlam bor edi, yaxshi taqvodordan telefon qildim. Domla dedim, mana shuna holat, 30 yoshli qiz, 5 yoshli qizchasi bor, xo'jayini bor edi. Lekin jinsiy holat yasab bering kelyapti dedi. Tibbiyot taraf nima deyapti? Dedilar, shu tibbiyot tarafdan dedim 100% dedim ayol tipdagi organizm desam. Bitta islomda shunaqa narsa bor dedi. U ayolda organizmiga erkak tipidagi jin kirib qolgan. O'sha yaxshi, taqvodor, ilmli, bilimli, kuchli domla o'qib, o'sha jinni chiqarib olsa dedi, o'sha ayol darddan qutuladi. Bu so'zim bilan nima demoqchiman? Eshitib turganda, tibbiyotda 2 xil kasallik bo'ladi. Tan kasalligi bo'ladi, ruh kasalligi bo'ladi. Tan kasalligini tibbiyot xodimi, vrachlar davolaydi. Ruh kasalligini domlalar o'qib davolaydi.